hurmatli fuqarolar. Men Agrobank Jarqon filiali boshqaruvchisi Sherali Vahobman. Bizda grafik asosida tadbirkorlar va fuqarolar uchrashuvi bo'lib o'tadi. Yangiqishloq mahallasi Agrobankka biriktirilganligi uchun sizlar bilan uchrashib turibmiz. Bankimizda kirt produktlarimiz bor, yoshlarga ajratiladigan, ishsiz fuqarolarga ajratiladigan kirtlarimiz bor. Kimda kreditlarga, tadbirkorlikka qiziqishlar bo'lsa, bemalol savol berishlaringiz mumkin. Mana hozirgi siz aytgan kreditlar necha foizdan, ayollarga qancha, erkaklarga necha foiz? Ayollarga Agrobank tomonidan arzonlashtirilgan 2%, 23% dan, erkaklarga 25% dan. Biznesga qiziqadiganlar uchun biznesga birinchi qadam kiritimiz bor, 17 milliondan 17 milliongacha 4 yil muddatga. Ayollarga 23%, erkaklarga 25%. Mahalla loyihamiz krediti bor, 50 milliongacha. Sug'urta yoki kafillik asosida. Bu ham ayollarga 23, erkaklarga 25%. Ishsiz 6 oy rasmiy daromadga ega bo'lmagan fuqarolarga beriladi. Kafillik asosida 100 million olsa bo'ladimi yo'qmi? 25% degan. Bo'ladi. Yoshlarga 5 bo'ladi. 30 yoshdan keyin nima kerak? Keling. Keling.